والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizin Sure Maide'nin 6. ayetinden başlayıp devam kılımız. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu eza kumtum ilas-salati faghsilu vujuhakum ve eydiyakum ilal merafiqi vemsahu bi ru'usikum ve erculakum ilal ka'beyn. Ey müminler, ey iman davasını kılgan insanlar. İza kumtum ilas-salah, sizler kaçan namazga turishni irada qila vaqtinglarda, namazga tuğa vaqtinglarda degini, namazga tuğa vaqti tarta qilmaydi da. Namazga turishni irada qilgan vaqtinglarda faghsilu vujuhakum, sizlar yuzlaringlarni yuvinglar. Ve eydiyakum ilal marafiqi, jeynikinglarchilik qo'llaringlarni yuvinglar. Vamsahu bi ru'usikum, sizlarning başlaringlarni masih qilinglar. Ve erjulakum, sizlarning putlaringizni yuvinglar. Ka'beyn, ushqinlarchilik. Bu ayet tarixten bu yan bazı müfessirler arasında talaş tartışıqqa yol açkan ve bu doğruda o'xshash bo'lmagan fikirlar mavjud bo'lgan bir ayet. Neden chiqqan bu talaş tartışısı ise ve erjulakumdiki o hurufi atfi bulup erjulakum degan vamsahu bi ru'usikumdiki ru'usikumga atfi bo'lsa ve erjulikum o'qiladi. Buningga atfimi ve yoki bo'lmasa faghsilu vujuhakum ve eydiyakumdiki eydiyakumga atfimi. Eğer faghsilu vujuhakum ve eydiyakum deganga atfi bo'lgan chaqda erjulakum deb zabar o'qiladi. O vaqtda putingizni yuvinglar. O'shinglargacha degan bo'ladi. Eğer bi ru'usikumdiki ru'usqa atfi bo'lsa yaqin bo'lganligi uchun ve erjulikum o'qiladi. O vaqtda sizlar beshinglarga masih qilgandek putinglarga masih qilinglar degan bo'ladi deydi. Shundaqli bu oyat Şia atalgan musulmonlar bilan Sünni musulmonlarning o'rtasida keng talash tortishishga yo'l ochgan oyatning biri. Chunki oyatning taqozosi, o'rnatilgan o'rni, kelgan yeri va o hurufi atfininki grammatik qoidasi bo'yicha jiroqqimi yoki yaqinga atf qilinadi degan mush qoidalarga asosan talash tortishishga yo'li ochiq bo'lgan bir oyatdir. Uning uchun va arjulakumni bi ru'usikumga atf qilamiz deganlarni mashhur sahabalardan İbn Abbas, Ali ve şunun o'xshagan tabiinlardan Qatada, Mujahid qatorliq mufassirlar ham bunga qo'shilgandir. Yalang'och putning o'ziga masih qilsimi bo'ladi degan kelgandir. Ammo ko'pincha mufassirlar bo'libmi bizningki sunniy e'tiqoddagi mufassirlar yo'q, bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның bizga taharat elib ko'rsatgan yo'llari orqali elib aytganda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның masini paypoqning yoki xurum masih, bizda meysi deymiz, shularga o'xshash narsalarning ustiga masih qilganligi rivoyat qilingan bo'lganligi uchun uningga asosan vamsahu bi ru'usikum va arjulakum deb ve erculakum ilal ka'beyni ve eydiyakum ilal marafiqiga atf qilamiz. Unda o'gandikin erjulikum emas, erjulakum deb o'qiymiz deydi da, uning uchun biz oldimizda turayotgan mashatlarning hammasida ve erjulakum deb o'qiladi. Vallohu taala a'lam. Ve in kuntum junuban fattahharu ve in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu wujuhikum ve eydikum minhu. Eğer sizler junub bo'lsanglar, ya'ni ayollaringlar erlar ayollar o'z ayollaringlar bilan erlaringlar bilan, ya'ni demak halol juftinglar bilan birga kelish orqali Allah yo'l qo'ygan ayolchilik munosabatdan keyin sizlar tahorat elishga, ya'ni juyunishga, g'usl tahorat elishga loyiq bo'lgan holatingizda bo'lib qolsa, fattahharu, sizlar ham qanday qilinglar? Namozni irod qilganliging uchun undaq namoz qilmasdan pokiz bo'linglar. Ya'ni badaniy pokiz bo'linglar. Ruhiy zaten ichki jihatda pokiz. Din doim beden bilan ruh bilan beden, ruh bilan jasadni ayirmaydigan din bo'lganligi uchun, uning uchun badanmi pokiz bo'lishi lozim deb Alloh subhanahu va taolo fattahharu pokizlanglar. Va in kuntum marda va ala safarin, insonlikda nim bo'ladi? Tirnoq ichida agar sizlar kasal bo'lib qolgan bo'lsanglar, kasallandi. Kasal holatida mashunaq masalan taharatsizlik, g'uslasizlik alomatlari bo'pti.
ev ala seferin yoki safar ustida bo'lib qolgan bo'lsanglar, ev jaa ahadun minkum minal g'oit yoki sizlarning ichingizda birsi tuva vash nima xaloga berib hojatni ravo qilib kelgan bo'lsa, evla mestumun nisa yoki ayollarga to'qingan bo'lsa. Evla mestumun nisa yoki la mestumun nisani masalan Imom Shofiy ayollarga bedini tekkan bo'lsa-mu, qanday qilmoqsin? Tartisini deydi o'zining ayoli bo'lsa-mu. Yat ayolga onda deyish asla yani tasavvurga sig'maydi islomda. Yat ayoldan bir yerga bedellar tegishish u mumkin emas asla va asla. Shuning uchun Imom Shofiy deydiki, bu oyatning zohiri la mestumun nisa degani to'qingan degan bo'ldi. O'zining ayolining bedeniga bedini tekkan taqdirda tahorat elish kerak deydi. Ammo Imom Azam va boshqa jihatdagi olimlarning o'zi zaten bu er ayollar o'tirishga munosabatning o'zini yalang'och deyilmaydi urf odatda insoniyat dunyosida. Araplarda şu ve Allah Teala'nın to'qininglar degani yoki to'qingan bo'lsanglar degani bir yak kelgan bo'lsanglar, bir o'randa bo'lgan bo'lsanglar degani. Unda bo'lganligi uchun beden teksin va hokazo bo'lsin, ayrim bir masala tarat elish loyiq emas, madamiki er ayollik munosabatda bo'lmagan bo'lsa deydi. Onun uchun kuchlik o'g'ini tabiiyki er ayollar bir yerga kelib bedellar tekkan taqdirlar tarat sunkidigan ish yo'q, madamiki er ayollik munosabat qilmagan bo'lsa. Falan tajidu ma'an mushna holatda bo'lib qolsanglar, falan tajidu ma'an topamagan bo'lsangiz sizlar suvni fatayammamu undaqda tayammum qilinglar. Surtinglar sizlar pok to'pini va shu pok to'pi bilan yuzlaringizni, qo'llaringizni va aydikum qanday qilinglar? Masih qilinglar. Suvi poklaydi insonni. To'p qanday poklaydi? Halbuki insoniyat dunyosida chang-to'zang tegib qolsa, to'plarni qaqirgan, yuzlarga to'p tegib qolsa, yuzlarini qaqirgan bunday ish bo'lib qolsa, bir odamdagi junubat bir adamdaki tehiretsizlik, g'uslsizlik qandaq bu tayammum bilan ado bo'ladi demanglar. Chunki mesele bu emas. Mesele Allohga taslim bo'lish meselesi. Zaten siz ma'naviy jihatda, moddiy jihatda Allohga taslim bo'lamsiz yoki yo'qmi? Buni uqtiradi Alloh subhanahu va taolo. Buning uchun biz zimin pokiz emas bo'lsa, bedenimizga bir chang-to'zang yoki o'ylarimizga chang-to'zang bo'lsa, uni qaqaydigan bir insonni Alloh qandaymi bir to'p orqali poklanglar, o'zingni deydi degan narsa xiyolingizga kelmasin, bu bir amr ta'abbudidir. Endi maqsad yana Alloh taolo o'zi bayon qilib deydiki, ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum va liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Alloh subhanahu va taolo buningdan xolimaydi sizlarga nisbatan dinda bir harajdan xolimaydi. Liyaj'ala tashuki qilg'ay sizlarga bir harajdan degani, sizlarga bir terslik, mushkulchilik, qiyin ahvolda qilib qilishinglarni Alloh xolimaydigan bo'lg'achqa, Alloh taolo mana shunday burada dedi. Walakin yuridu liyutahhirakum, lekin Alloh xohlaydi liyutahhirakum sizlarni moddiy va ma'naviy jihatda poklag'ay. Va liyutimma ni'matahu alaykum, sizlarga nisbatan o'zlarining ne'matini kamolat yetkazish uchun Alloh subhanahu va taolo mana shunday buyruqlarni qiladi. La'allakum tashkurun. Alloh taolaning bu ne'matlari uchun sizlar shukr qilgaysizlar. Va zkuru ni'matallahi alaykum va mithaqahu alladhi wathaqakum bih id qultum sami'na va ata'na wattaqullaha innalloha alimun bizati sudur. Ey mu'minlar, Alloh subhanahu va taolaning ne'matlarini eslanglar, sizlarga bergan. Alloh taolaning ahdillarini xotirlanglar. Sizlarga Alloh taolo ahdi qilgan edi. U ahdi bilan bir vaqtdagi qultum sami'na va ata'na, sizlar sami'na va ata'na dedinglar. Vattaqulloh, barliq ishlarida Alloh subhanahu va taolaning oldidagi mas'uliyatlarini ado qilish his tuyg'usi daim alad davom silida bo'lsin. Va shuni bilingki Alloh subhanahu va taolo mutlaq ko'kslardagini bilgichidir. Ko'kslardagi degani insonning qalbi ko'ksiga o'rintiqliq bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo qalbinglarnikini bilgichidir demoqchi. Robbi shrah li sadri va yassir li amri deki sadr, sadrning jami sudur va ya'lamu ma fi sudur. Alloh sudurlardagini biladi degani qalblarni biladi. Robbi shrah li sadri degani mening qoni ko'ksimni kengayt degani qalbimni kengayt demoqchi. Faman yuridillahu an yahdiyahu يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Allah subhanahu wa ta'ala bir insanın güzelliğini xalqan bolsa, Allah onun qalbini İslam bilan çevireydi. Sadrahu degani köksini degani qalbi degani. Amma bir odamning Alloh taolo yomonlik, yaxshilikni, go'zalligini iroda qilmagan bolsa, bu odam islom bilan musharraf bo'lmagan bolsa, bu odam islomni so'zlagan chaqda xuddi islomdan mu'minlarga o'xshash lazzat olmasdan 60% qolgan odamlarga o'xshash qalblari siqinadi. Ka'annama
yas'adu fis-sama, xuddi osmonga o'rlayotgandek. Bu yerda ortiqcha bir bilim mavjud. Osmonga o'rlayotgandek degani osmonda bir qancha metr o'rlagandan keyin u yerda havoning yo'qligi, atmosfera bo'lganligi, insonning nafsining qisilganligini Alloh taolo bu yerda bayon qilmoqdaki, Muhammad alayhisolatu vasallam tibbiy doktor olmasimi? Allah bo'lganligi uchun buni bayon qilmoqda. Bu Qur'oni Karimning bir mo'jizaviy oyatlardan biri. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti va la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ey mu'minlar, ey iymon davosini qilgan insonlar, kunu qawwamina lillahi. Bulunglar, alamet bek tuğuzgıcı bulunglar Allah için. Şuhada guvaçilerini, ülgülüklerini nima bilan? Adalet bilan. Yani adalet gibi olan ülgülükte rol oynap qaimin demesinin qavvamin siği mübalağa, adalet gibi olan hassasiyetini, his duyganını, adalet gibi olan kalbi ehmiyetini, kalbi kıymetini aşırgan halette bunu tikleştirişinler değil. Allah subhanahu ve teala bu ayette insaniyet dünyasını Allah Teala'nın yaratışı gaye maksatları bo'lgan biri tevhid, yani biri adalet idi. Tevhid Allah bilan inson o'rtasidagi aloqani ifodalaydi. Adalet bo'lsa inson bilan inson o'rtasidagi, inson bilan hayvon va mahluqot o'rtasidagi aloqani ifodalaydi. Dal bu ikkinchi aloqadan Alloh subhanahu va taolo pat so'z qilmoqda. Va la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Ve sizlarga nisbatan bir jinoyat chiqib qo'ymasin. Bir qavmning dushmanligi shunday qilish orqali adillik qilmag'aysiz. Sizlar qalsangiz bir qavm oldingizga kelibdi yoki da'vo qilib, bunga nisbatan sizlar o qavm dushmanim bo'lganligi uchun adil bo'lmasam bo'ladi desanglar bo'lmaydi. Va min ahlil kitabi man inta'manuhu bi qintar yu'addihi ilayka wa minhum man inta'manuhu bi dinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima zalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil. Allah Taala ahli kitobni bayon qilib, ahli kitobdan shunda bir insonlar borki $1 bersangmi sana amonatini qaytarib berdi. Ya'ni ba'zi İnsanlar var ki onu pul versen kaytırıp vermeydi. Neymiş ka degende bu biz degen ma millet tutsak, o degen bizim düşmanlarımız tutsa palanı millet. Tane ırk. Onu beğensek mi buludu deyip müşk barısını petva çıkarıp yigendek yiyitidgan bana müşkine ahvallah ba ehli kitabının içinde. Sılı bunda bu mana degeniydi. Şunu böyle Allah subhanahu wa ta'ala yanılam. Şunu bizge nispeten tekrarlamakta ve demekti ki bir millet, bir ırk, bir kavminin düşmanlığı sılını o kavmine nispeten adil muamele kılmasıgınlığı elip bağımısın. Adil muamele kıştın tutsap kalmışsın. İadilu, adil bulunlar. Ve akrabu littaqva, adil buluşunlar. Takvalık'a en yakın. Sizler 33 tane tesbihini 330 sıyırsanlar, elhamdülillah'ını 33'ün onuğa 330 deysanlar, Allahu Ekber'ini 330'ün onuğa 300 deysanlar, manda takva olursun değil mi Allah Teala bir yerde? Nime de yaptı? Muamelede. Yani muamelede adil bolsanlar etrafınlığa, meyli düşmanınla boğan takdirdim. Ve akrabu littaqva. O takvalık'a yakındır dedi. Bunun için sizin Allah ile boğan alakanız, Allah ile boğan alakanızdır. O sizle Allah aldaki alaka. O tırstı. Ama insanlar ile, kainat ile, mevcudiyet ile, tabiat ile, hayvan ile boğan alakanız, o sizin takvalığınızın qanchalik ekanligiga dalolat qilgan bir aloqa va muomaladir. Ve adallah vettakullah yani keldi. Vettakullah Allohga taqvodorlik qilinglar. Allah aldidagi mas'uliyatini ado qilish tuyg'usi doim sizlarda bo'lsin. Buning uchun mu'min muvahhid Allah aldidagi mas'uliyat degan bu tuyg'uni ayol bo'lsa bo'yniga asqan galapkidek, quloqlarga sag'an ziridek, er bo'lsa qo'llariga taqilgan soatidek, bellariga qisqan pichig'idek va yoki bo'lmasa yanjiqlardagi kimligi va qilodanlaridek yanada saqlash lozim bo'lgan narsa. Madamiki mu'min muvahhid olsa, onun sözü, hareketi, kılığı, ben ma sözünü desem Allah nime deydi bununla? Ben ma işini kılsam Allah nime deydi bununla? Palani nime deydi o, halkım nime deydi o, pustani nime deydi demez. Etrafım nime deyip kala bunun demez. Allah nime deyip kala deydiğen istiğulen nefes eliş, bu vettequllah'a amel kılıştır. Tekvalıktır o. İnnallaha habirun bima ta'malun mene. Diyen sözümün şerisi geldi ki, Allah Teala devadı ki, ey insan vettequllah, hakikaten
Allah senin amellerinin hemisinden haberdardır. Ve adallahü'llezine amenu ve amilus salihati lehum mağfiretun ve ecrun azim. Allah subhanahu ve teala müminlerge yaxşı amel kılganlarga nisbeten lehum mağfiretun vaadi kıldı. Ular üçün nimeni vaadi kıldı edilse mağfiret ve büyük ecr balığını Allah subhanahu ve teala vaadi kıldı. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabul cahim. Kafir olganlar ve bizning ayetlerimizni yalgan çıkarganlarga kelsek yani şular cehimnin ashabıdır. Devzakның dostlarıdır olar. Devzakның hemralarıdır. Devzakның hemraçılarıdır. Ey ya eyyuhellezine amanu zkuru ni'metallahi aleykum. Ey müminler, Allah subhanahu ve teala'nın sizlerge bergen nimetlerini eslenin. Bir vakitdi ki qasd qildi bir kavm sizlerge özlerinin kolunu sozup bitchit qilish arqılab yo'q tush maqsadida shunga qasd qildi. Takaffa aydiyahum ankum. Allah subhanahu ve teala ularning qo'llarini sizlardan to'sab qoldi. Bu oyat o'z vaqtidagi mu'min muwahhidlarga nisbatan aciz vaqtida kafirlar tarafidan bitchit qilinishga kafirlar tarafidan uringan bo'lsin Allah subhanahu ve teala iman islom o'zining quvvati orqali ularni saqlab qolganligidan iborat bir ne'matni eslanglar degan bo'lsa-mu bu ayetning asbobi nuzulida tabii ki bu ayetning hukmi ta qiyomat qadar hammamizga umumdir. Shundaq bir vaqtlar bo'lmadimi bizga masalan islomimizni imonimizni saqlash yo'lida boshqalar tarafidan kelayotgan qo'llar, boshqalar tarafidan kelayotgan zaharxandiliklar, suiqasdlardan Alloh subhanahu va taolo qazgan bir vaqt soat bo'lmadimi? Albatta ki hammamizning beshida bo'ldi. Uning uchun shun Alloh subhanahu va taolo aslanglar da'vatidir. Vattaqulloh, Alloh oldidagi mas'uliyatini ado qilinglar va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Shuni unutmanglarki, mu'minlar Alloh bilan tavakkul qiladi. Tavakkul qilish iddasi sizlarda hech qachon yo'qolmasin-ki, bu yo'qolgan taqdirda mu'minlikning alomati yo'qolgan bo'ladi. Va laqad akhadallohu mithaqa bani Isroil va ba'athna minhum 12 naqiba. Alloh subhanahu va taolo bani Isroilning ahd oldi dedi. Aldı Allah bani Isroilning ahd oldi va biz ularning ichidan 12 qabilani, 12 kuzatkichi qilib bir qabilni qo'zg'adik. Va qalallohu inni ma'akum dedi Allah taolo, ey bani Isroil xalqi jazman sizlar bilan billah, madamiki sizlar namoz o'qisanglar, ya'ni men bilan bo'lgan aloqangni go'zal qilsanglar. Demak namoz bani Isroil xalqida borken, Yahudi nasaralar oldimi? Borken bizdan ilgirki ummatda ham namoz bor, ro'za bor, zakat bor, hamma narsa bor. Men sizlar bilan billah, agar sizlar namozni barpo qilsanglar, zakatni bersanglar va amantum bi rusuli mening elchilarimga ishonsanglar va azzartumum ularga yordam bersanglar va aqrattumulloha qardan hasana zakat bor degani mana keldi. Sizlar Allohga go'zal bir qarz bersanglar, men sizlar bilan billah la ukaffiranna anhum sayyiatikum. Sizlarning yomonliklaringizni, insonlik tufaylidan qilgan xatoliklarni hammasini o'chirib tashlayman. La ukaffiranna yo'q qilaman. Va la udkhilannakum. Sizlarni men ostidan o'stanglar eqib turgan jannatlarga kirgizaman deb va'da oldi. Deb bulab yana dediki, "Faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Kimki ashundan keyin tuzkurlik qilsa, haqiqatni o'zining kufri bilan yapsa, haqiqatni batillari bilan yapsa, kafir bo'lsa, tansa, inkor qilsa, faqad dhalla sawa'as sabil. Bular yo'lda eng ezib ketgan insonlardir. Fabima naqbihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Ularning ahdillarini buzgan sabab bilan biz ularga qanday qildik? La'nat qildik. Wa ja'alna qulubahum qasiya. Ularning qalblarini qara qildik, quruq. Nimishqa? Fabima naqdihim mithaqahum degi bi sabab. Ular o'zlarining Allohga bergan ahdillarini buzgan sabab bilan. Halbuki ular yuharrifuna al-kalima an mavadi'i. Halbuki ular Alloh subhanahu va taoloning haq kalomlarini o'zlarining joyidan o'zgartirdi. Yuharrif harf degan o'zida tug'maydigan, yerda tug'maydigan narsani harf deymiz. Ay huruful muqatta'at harf shu. Balki harf harfan harrafa yuharrifu tahrif degani ay yo'tkaydi degan gap ayni. Harflar orqali yo'tkaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi kalimalarni o'z joyidan harflarini yo'tkaydi. Bu bir xil usul. Ammo uning ma'nolarini yo'tkaydigan bir usul ham mavjud. Xuddi bugungi kunda musulmonlar dunyosida tepilgandek. Bu birinchi sifati edi ularning. Ya'ni birinchi sifati ahdisiga vafo qilmaslik, Alloh bilan qilgan ahdisi. Ikkinchisi Alloh taoloning kalimalarini o'zining havoyi havasi, siyosiy g'arizi, yuz obri va qanday olmasin bir chiqarish uchun o'zgartish. Uchinchisi va nasu haddan mimma dhukiru bih. Bu eng qo'rqinchligi. Unutdilar ular bir nasibiniki, u nasiba bir narsadan iborat ediki, zikr qilindilar ular. Aslatildilar ular, xotirlatirdilar
ular şu nasib bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ularga zikr qilish orqali, zikr degan Alloh taologa vahiy orqali ularga ani qilmang, mani qiling, mani etmang deganlarning, qiling deganning hammasini qilmadi, qilmang deganning hammasini qildi. Nima uchun? Va nasu haddan, unutib qoldi ular deydi. Buning uchun Alloh subhanahu va taoloning aslatgan kalomlarini unutib qilish, unutuldirish bu intayin xatarlik ahvol qilinadi. Buni nazar qilish lozim. Bu bularning sifati. Alloh taolo ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون نسوا الله فنسيهم Ey insanlar, ey müminler, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Allah'ını unutkan, Allah'ını unutkan bir ehli kitap var, ular okşaş bulmanglar. Allah'ını unutkan, Allah ularını unutkan degeni Allah'ın ularga hatırlatgan narsalarini unutgan insonlarga o'xshash bo'lmanglar. Ulaika humul fasiqun. Ana shular fasiqlardir, dindan chiqqanlardir. Val munafiquna val munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari ve yenhauna 'anil ma'ruf ve yaqbiduna aydiyahum. Nasallaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Munafiqlar shunday bir insonlar ki yamanlık buyurdu, yaxşılıktan tosudu. Ve yakbiduna aydiyahum. Allah yolda bir narsa beringlar deganda qo'llarini qo'shtirib turadi. Nasullaha fanasiyahum. Ular Allah'ını unutkan insanlardır. Allah'ın ularını unutkan insanlardır. İnnel munafiqina humul fasiqun. Münafıklar fasıklardır. Yukarıdaki ayetler bu ayetin tügüşü okşaş. Ve Allah subhanahu wa ta'ala Beni İsrail halkının lanet kılganlarının sebebinin biri ular hatırlatken ilahi kelamını unutkan deydi. İlahi kelamdan boğan nesibini unutkan deydi. İlgirki ayetlerde aksık taşlap koygan degen ayet var. Vera'a zuhurihim. Kitaballahi vera'a zuhurihim ke ennehum la ya'lemun. Ular xuddi bilmeydigandek Allah'ın ayetlerini aksık taşıp etti. Allah'ın ayeti okugandan keyin qarab turib, xuddi anlamagandek, ya ko'migandek. Allah'ın ayetiga sal qarashning o'zi ma'naviy jihatda bir aksık taşlaganlikdir. Allah subhanahu va taoloning va'z nasihatlarini, xotirlatgan narslarini, ahkamlarini unutildirishning o'zi Bani İsrailning Allah'ning la'natiga uchragan sebeplerinden biridir. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Kimki özünün Rabbinin zikirden yüzü örgen bolsa, uzaklaşkan bolsa, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا Onunla tesavvur kılgısız Keyin qıstaqlıq bir turmuşni, maişet diyen maişet şu. Banken tar bir turmuşni, baxtsiz bir turmuşni onu emra qilamiz. Qiyomat kuni a'ma qopurimiz biz onu. Qala Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. O insan so'raydi ki, ya Rabbi, men dunyoda ko'retdim, buloqdek ko'zlarim botdi, nimish bu bugun a'ma qopdim deganda Alloh taolo deydi ki, qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha. Yani shuningdek Şundan oldu. Şundan oldu. Biz sana bizning ayetlerimizni berdik. Fenesiteha sen onu unuttun. Ve kezalikel yevme tunsa. Undaq sen unutupsan da senin ko'zingni Alloh taolo unutib qopdi. Deb shunga loyiq mıyla cevap berdi. Bu intayin qo'rqinchli oyatlar qarindosh. Biz kichikkan Qur'onni yozgandan keyin unutib qolsa, mana shunda bo'ldi deb bizning ustozlarimizning o'g'lining bilgini shu ag'irg'ila olmaydi. Qur'onni siz yozildingiz, yozgandan keyin qorilikda unutib qolsangiz bo'lmaydi deb shu yerga olib bordi. Bu bir qismi. Lekin bu yerdagi Alloh subhanahu va taoloning g'oya maqsadi Qur'onni yadlaşlam emas, ma'nosini bilishdir. Bugun agar yadlaşlam bo'lgan bo'lsa dunyoda 300-400 milyon qori var. Bir Liviyadek bir devlet 2 milyon qori var. 300-400 milyon hafız bilen hafızlar devletinin Türkiye'deki devletin 4-5'ni kurumuz. Bunun ismi hafızlar devleti. Aşındak borudu. Lekin dünyada Müslümanların ahvali nime için bundak? Nime emsi bu? İslam'da bağımı çatak, Kur'an'da bağımı çatak, neuzubillah, haşa ve kella onda desek kafir olumuz. Kimde bağ çatak ondakta? Mümin Müslümanlardı bağ. Eğer maksat hafız bulaşlan bulduğun iş olsa kene 300-400 milyon 4 tane 5 tane Türkiye'deki devletin kurulduğun hafızlar devleti. Müslümanların hali ne mi bugün? La'annahum. Allah unuttuğallardan bulmuşsun. Esletken estigellerden Allah bizni unuttuğallardan kılmışsın. Ve la tezalu tattali'u ala khainetin minhum illa qalilan minhum. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ularının içinde daim hainle kılganlarını görsün. Ve fikum semma'un lahum. Allahu alimun bil zalimin. Sure Tevbe'de Allah dedi ki, daim silahının içinde kafirlerin, münafıklarını tıntınglap bir
ko'rdiganlar var. Ko'z var, kulak var. Allah zalimlarni biladi dedi. Bu yerda Alloh taolo deyaptiki Muhammed alayhissalom bilimlik ehli kitoblarning ichidan sana doim xayrlik qilganlar. Qur'onga, haqiqatga, ilohiy kalomga, islom va iymonga mu'min musulmonlar xayrlik qilganlarni. Unda doim bor. Dunyoning qonuniyati bu deydi Allah. İlla qalilan minhum. Fakat azg'inisi unda emas. Fa'fu anhum wasfah anhum. Wasfah. Unda sen yuzingni ishni qil. Afu qilgan kam qo'saqlik bilan yenga ularni. Quchoq och. Yo'lingga davom qil. Sening buyuk da'voga bo'lgan qadiming, buyuk da'voga bo'lgan safaring, buyuk da'vodagi bo'lgan muomala, adab, axloqing ularning xayrligi, xiyonati qarab o'zgarmasin ki yo'langaman afuni do'st. Innalloha yuhibbul muhsinin. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo ihson qilg'ichilarni suydi. Muhsin kim o? Uning tafsirlari o'tdi. Muhsin xuddi Alloh subhanahu va taolo albatta ki Alloh hammani biladi. Xabirun bima ta'malun. Unda o'g'allar uchun har qanday bir ish harakatimda hozir, Alloh taolo ustimda hozir nazir meni ko'rdi, bilib turdi degan holatda söz ve hareketlerle meşgul oluş, yani bu muhsindir. Allah bulanı söylüyor. Ve minellezine qalu inna nasara akhadna mithaqahum fenasu hazzan mimma zukkiru bih fe'agrayna beynehumul adavete vel bagda'a ila yevmil qiyameh ve sevfe yunebbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Biz nasara deydiganlardan şundak bir insanlar baki biz ulardan ehladlık. Akhadna mithaqahum fenasu hazzan mimma zukkiru bih. Tekrar geldi. Ular hatırlatken, zikir kılgan nesiden nesibelerini unut. Ularga hatırlatken vahiyden boğan neslerden nesibelerini unuttu. Onun cevabı nimin aldı? Unutsunin oldu. Başta Allah'ın laneti güçürdü. Meyadini mi dedi Allah? Fe'agrayna beynehumul adavete vel bagda'a ila yevmil qiyameh. Biz ularning arasqa adavetni, kelişemezlik, gazap, nefretni koyduk kıyamet kadar. Biz özümüzge seliştirsak, milletimizge, halkımızge seliştirsak, yani bir nesillere aldığımızda çıkıyorduk arkadaşlar. Kul وَالْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. Sure En'am boz gerek aldığımız kildu ayetlerimi. Degen ki Muhammed Aleyhisselam o Allah kadir dolu. اَيَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ Sizlerinin üstünüzden taş yağdırış arkalık öldürüşke Nuh Aleyhisselam'ın kavmedek azaplaşka Allah kadir. اَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ Ya ki sizlerinin kadiminin astıdın tupan balası okşa su çıkırış arkalık azaplaşka Allah subhanahu ve teala kadirdir. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ Ya ki sizlerini şia'an, goroh ki bölgeyi, partiye ki bölgeyi, teşkilat ki bölgeyi وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ Enindeki sizlerin bazınla bilen uruşup azapını tetitkay. وَيُذِيقَ tetitkay. Silahının bazı. Düşmenden bir tayak yapmak için birisi sığıldan 10 tayak yeydiğe. Düşmenden birini yapmak için üzerindin 15'ini yeydiğe. Düşmanınıldın bir hakaret almak için dostum diğerlerinildin yani üzerindin mınlaça azar külpetlerini yeydiğen bana bu şuna koydu. Bu mu Allah subhanehu ve teala'nın bir azabı değil Allah. Allah ya üstünüldin azaplaydı ya astınıldın azaplaydı. Üçüncü bir hıl tür azap sizlerge düşman ketmeydi. Sizlerge Xitay ketmeydi. Bölünüşünle goroh partiye teşkilatı bölünüş arkalık birisi sanını yaratmayı birisi sanının hepilişinlanın üzülam Allah Teala'nın azabı. Dedi Allah bir ayette Sure En'amda. Diyadi dedi ki Allah. Ulağa Allah Teala tarafından çürülgen vahiyini unuttular. Hatırlatken neslini, nesibelerini unuttular. Enindeki ki biz ulağının arasında kıyamet kadar tügümeydiğen edavet, ölçmellik muşlarını taşlap koyduk. Ve sevfe yunebbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Allah subhanahu ve teala pattırsat ulağının kılgan nesillerden birbirle haber verdi. Ya ehlel kitabi kad ja'akum rasuluna yubeyyinu lakum kathir مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ey ahli kitap sizlarga bizning elchimiz keldi sizlarga sizlar mahfiy tutgan narsalardan ko'plarini oshkor qilib berdi yubayyinu lakum katiran oshkorlaydi sizlarga u elchi to'li narsalarni u to'li narsa nimadan iborat edi bir narsadan iborat ediki mimma kuntum bo'lgan edinglar sizlar mahfiy tutsizlar u mahfiy tutgan narsa nimadan iborat edi kitobda bor narsalarni yushirishdan iborat edi va ya'fu an katir Allah subhanahu va taolo sizlardan köpünçini affu qildi. Qad ja'akum minallahi nurun ve kitabun mubin. Ey ahli kitap, sizlarga Allah subhanahu ve taala tarafidan bir nur keldi. Hamma narsani bayon qiluvchi mubin, ochiqlagan, sharhlab beradigan, bayon qilib beradigan bir kitob keldi. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam ve yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nuri bi'izni ve yahdihim ila siratin mustaqim. Va Allah avatgan shu kitob orqali o'zining roziligini izdigan, o'zining roziligini, ya'ni Allah taolaning roziligiga ergashgan kishini
subulel selam, subulel istislam ve taati vel hudu. İstislam yoluga başlaydı. Selam yoluga başlaydı. Salametçilik yoluga başlaydı. Saadet yoluga başlaydı. İstislam, teslimiyet yoluga başlaydı. Eminlik, hatircemlik yoluga başlaydı. Ve ulanı cehalet, zalalet, zulmet karanlıklardan nurga başlaydı. Yüzünün izi bilen ulanı sırat-ı müstakimge başlaydı. Bu şundak bir kitap geldi. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Elbette cezmen kafir oldu. Kim o? Şundak bir insanlar ki ola dediler hakikaten Allah vel Mesih ibn Meryem. Nauzubillah. O Mesih ibn Meryem'dir. Mesih ibn Meryem Allah'tır diyen insanlar hakikaten kafir oldu. Kul deyin ki olağa femen yemliku minallahi şey'en in arada en yuhlikel Mesih ibn Meryem ve ummuhu ve men fil ardı cemi'a. Deyin ki Allah subhanehu ve teala İsa ibn Meryem'ni ve onun anısını ve yer şerdeki insanların hemsini helak kılışını Allah irade kılgan bolsa femen yemliku. Kim ona iyi oldu? Deyin. Velillahi mulku semavati vel ard. Allah için asmanın mulku, zeminin mulku. Ve ma beynehuma onun arasındaki neslerin hemsinin mulku. Yahluku ma yaşa. Allah halıgan nesini yaratdı. Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah halıgan nesini yaratdı değil ki Adem'le atsız anısız yaratkan Allah şudur. Endi kopap İsa'nı Meryem aleyhissalatu vesselam'dan ibaret pak bir anının içige ruh öz tarafından bir ruhunu öpleş arkalık bunu yaratsa onu ilah ornaga çıkarıp alamızlar. Yahluku ma yaşa. Allah halıgan çağda halıgan nesini halıga yaratdı. Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah her nersige kadirdir. Ve kâletil yehudu ve nasara nahnu ebnâullâhi ve ahibbâuh. Yahudi nasaralar dedi ki nahnu ebnâullâhi ve ahibbâuh. Biz Allah'ın dostları biz Allah'ın oğulları dediler. Şunun için biz undakçı biz cennetlik biz hakikatçı biz uçubuz buçubuz diyen nersini az kılış lazım. Bizning uçu buçu ekanligimizni Allah karar verdi. Kur'an karar verdi. Biz emas başkalar dese ayrım bir mesele. Upalanıp pistani. Ama özümüz temenna kılış arkalık demesligimiz lazım. Kul deyin ki felimen yuazzibukum bidunubikum. Undaqda nim için sizlarni Allah sizlarning günahlarını tüpeyledin azaplaydı. Allah'ın oğulları ve dostları olsanlar. Bel entum beşerun mimmen halak. Belki sizlar Allah yaratkan bir beşer sizlar. Yaghfiru limen yasha ve yuazzibu men yasha. Allah halaganna mağfiret kıldı, halaganna azaplaydı. Velillahi mulku semavati vel ard ve ma beynehuma ve ileyhil nasir. Allah için asmanın mulku, zeminin mulku ve inin arasındaki barlıq nəsli Allah qanası. Ve ileyhil nasir er nəsə Allah taraftarı kaytıdır. Kaytıdığan yeri en ahirki dikti Allah'tır. Ya ehlel kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lekum ala fatratin min ar-rusul en taqulu ma ja'ana min bashir ve nadir. Ey ehli kitap, sizlerge bizden elçilerimiz geldi ki yubayyin lekum ala fatratin min ar-rusul. Sizlerge uçuk aşkarı bayan kıtpırdı. Zaman zamanının üstüge elçilerden boğan bir elçi geldi. Şunun cihetten geldi ki digey silsile ma ja'ana min bashir ve nadir. Bizge ne elçi ne beşir ne nezir kemedi. Dep gelişinlarının yüzüdün Allah elçilerden boğan bir elçilerini zaman sizlerge uçuk aşkarı hüccetlerini bayan kıldı. Ama müdak elçiler geldi. Fakat ja'akum beşir ve nedir. Halbuki sizlerge beşir ve nezir boğan elçiler geldi. Allah her nersige kadirdir. Onun için sizlerinin bu kuruk setenler Allah subhanahu ve teala'nın aldıda akmaydı. Özenligi kilanlar, İslam'a kilanlar, elçilerge kulak selanlar. En ahirki boğan Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ve o elip gelgen mana bu Kur'an-ı Kerim'den ibaret boğan vehiyge kulak selanlar. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk.